yo'qlik tomon ketayotgan vatanning yangi avlodi xuddi onasidan ajratib olingan bandi polaponlar kabi erkidan mahrum. Bu ahvolda o'tmishning yodi, kelajakning umidi yo'q, chunki uning vujudi vahshiylik panjalari ichida burda qilingan. Bunday ahvolga tushishiga millatning o'zi ham aybdor, chunki u ilmu funundan yuz o'girdi, jaholatni o'ziga yor deb bildi. Bunday g'aflat uyqusida yotib, do'st bilan dushmanni farqiga bormadi. Oqibatda esa inqirozga yuz tutdi. Qani avvaldagi ilming, jaholat yori bo'lding. Ko'zing och, yotma, g'aflatdan oson, millat oson, millat.